Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Hamro Travel Medical Turizm yana bir xayrli ishga qo'l urmoqda. Yurtimizda qiynalayotgan bemorlarni uzog'ini yaqin qilish maqsadida Hindiston doktorlarini o'zimizga Namangan va Farg'onaga chaqirmoqdamiz. Dehli shahrining eng nomdor klinikalaridan biri Max Saket klinikasi. Bu joyda doktor Subhash Guptaning jamoasi endi o'zimizga tashrif buyurishyapti. Agar sizni jigaringizda gepatit B, C, D, jigar sirroz, jigar onkologiya, jigarda o'sma kasalliklar bo'lsa, siz uchun doktor Vikram Kumar yordam beradi. Agar sizda onkologiya kasalliklar bo'lsa, bosh miya o'simta, ko'krak saratoni, ichak raki, suyak raklaridan shikoyatingiz bo'lsa, siz uchun doktor Sandep Batra yordam beradi. Agar sizning buyuragingizda muammo bo'lsa, buyrak perisatka, urologiya, prostata onkologiya, siydik yo'llarda muammo bo'lsa, siz uchun doktor Meridian Shankharji yordam beradi. Shu oyning 28-sanasida Namangan shahrining Andrologiya klinikasida ertalab soat 10 dan kechki 5 gacha davom etadi. Farg'ona shahrida esa Meridian klinikasida ertalab soat 10 dan kechki soat 5 gacha davom etadi. Bemalol qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin.